Hozirgi yoshlarga juda ham qiyin bo'ldi. Men buni doim tan olib aytaman. Hozirgi yoshlarning sinovi nihoyatda qiyin. 90-yillarda men 12 yashar bolacha edim. U vaqtda bizlarda oq-qora televizorlar bo'lardi. U televizorlarning bor yo'g'i ikkitagina kanali bo'lardi. Bitta Rossiya kanali, bitta O'zbekiston kanali. U televizorda bir kanaldan ikkinchi kanalga olish uchun o'rnimizdan turib, yonboshlab yotgan o'rnimizdan turib borardik. Televizorni oldiga borib, televizorni buraydigan joydan burab, kanaldan kanalga o'tkazardik. Ko'radigan narsa ham unaqangi ko'p bo'lmasdi. Bir kunda bir dona kino qo'yilardi, qolgan vaqtlar boshqa narsalar qo'yilardi. Hozirgi kunda yoshlarning qo'lida shunday imkoniyatlar borki, bitta televizorda yuzlab, balki minglab kanallar bor. Va ularning qo'llarida pult bor. Va bu pult bilan bir joyda o'tirgan holda, joylaridan qimillamagan holda 5-6 soatlab televizorga tikilib, umuman harakatlanmasdan narsa tomosha qilish mumkin. Bizni davrimizda, ya'ni bolaligimizda hamma narsa jismoniy harakatga asoslangan edi. Juda ham ko'p mehnat qilardik, juda ham ko'p harakat qilardik. Hattoki o'yinlarimiz ham mehnatga asoslangan edi. O'yinlarimizdan biri lanka degan o'yin edi. Uning uchun biz qo'rg'oshin topib, qo'rg'oshinni konserva bankani ichiga solib, uni gazga qo'yib eritardik. Uni yerdan bir yerchani qazib, uni bir shaklga keltirib, undan ikkita teshikcha yasardik. Keyin qo'yni terisini topardik. Qo'yni terisiga ana shu qo'rg'oshin bo'lakchasini qotirgan holda, keyin undan lanka yasalardi. Va bu lankani biz har xil usullarda tepishimiz kerak bo'lardi. Usullarni hammasini o'zining nomi bo'lardi. Usullar 10-15 xil usullar. Agar u usullarni hammasini bajarsangiz, karatsiz bo'lib ketishingiz ham hech gap emas. Juda ham qiyin usullar edi. Natijada esa bizni qonimiz yaxshi aylanardi va biz nihoyatda chayir edik. Bizni immunitetimiz nihoyatda kuchli edi. Biz uncha-munchaga ochki taqmasdik. Ko'zlarimiz nihoyatda kuchli edi. Hozirgi o'yinlar esa yoshlarni qimillatmaslikka asoslangan o'yinlar. Iloji boricha ularni harakatlantirmaslik, hattoki ularni ijodkorligini ham bo'g'ish. Hozirgi yoshlarning o'yinlari GTA bo'lsin, PUBG bo'lsin, yoshlarni, bizni farzandlarimizni harakatsizlantirish, ularni ruhan o'ldirish, ularni ijodkorlik xususiyatlarini, ijodkorlik qirralarini yo'qqa chiqarishga asoslangan o'yinlar. Chunki ular tayyor o'yinlar, tayyor o'yinlarni ular katta-katta pullarga, ota-onasini pullariga sotib olishadi va mana shu o'yinlarni o'ynashadi. Natijada esa hozirgi mana shu o'yinlarga ruju qo'ygan yoshlar manqurt holatiga keladi. Ularda na ijodkorlik bor, na jamiyatga bir foydasi tegish bor, hattoki o'ziga ham foydasi tegmaydi. Jismoniy jihatdan ko'zini nuri ketgan, qon aylanishi buzilgan, nihoyatda kasalmand, immuniteti past yoshlar bo'lishyapti. Ustiga ustak bu hozirgi o'yinlar yoshlarni nihoyatda agressiv qilyapti. Ota-onalari ish buyurganda sakrab turib, yugurib borib olib kelib, yana nimani olib kelib beray oyijon, yana nima qilib beray otajon deydigan yoshlar bo'lishmayapti. Aksincha, ota-onalari ish buyurganda uf deydigan bo'lishyapti. Uf tortib ota-onaga gap qaytaradigan bo'lishyapti. Hozirgi vaqtda sport ham hattoki kam harakatlikka asoslangan. Hozir yoshlar agar sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, ular avvalo ota-onasini puliga shug'ullanishadi. Ularni qimmat-qimmat sport zallariga olib chiqishlari kerak ota-onalari. Yoki bo'lmasa qimmat-qimmat uskunalarni sotib olib kelib uyiga o'rnatib berishlari kerak. Bizlarning davrimizda esa biz mana shu uskunalarni o'zimiz mehnatimiz bilan yaratar edik. Eslab qolganlarimdan bittasini gapirib beradigan bo'lsam, turnik yasaganim esimda. Turnik yasash uchun bir turba, qo'limga sig'adigan bir turba topgandim. Keyin bo'yimga mos ustun xodalar topganman. U xodalarni yerni qazib yerga ko'mganman. Keyin ana shu xodalarga boyaga turbani qoqqanman. Ana undan keyin ertayu kech shug'ullanardim. Faqat turnik tortinardim. 15 ta 20 ta turnik, padyom perevarot, har xil usullarimiz bor edi. Sen nechta turnik tortinasan? Men buncha turnik tortinaman. Sen padyom perevarot qila olasanmi? Men qila olaman, mana buncha qilaman derdik. Preslarga ishlardik.
отжимание, приседание rosa ishlardik. Bizlarni kumirlarimiz bo'lardi. Biz Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Rambo kinolarini ko'rardik. Sylvester Stalloneni ko'rib, ularni gavdalariga havas qilardik. Bruce Lee'ni ko'rardik, ularni tabiiy gavdalarini ko'rib, ana shularga o'xshashga harakat qilardik. Ertalablari erta turardim va turgandan keyin betonkagacha 1,5 kilometr yugurib chiqardim va yana 1,5 kilometr betonkadan uyimgacha yugurib kelardim. Undan keyin maktabni stadioniga borardim. Maktabni stadionida chunki brus bo'lardi. Tayyor brus yasab qo'yilgan bo'lardi. Ana shu brusda charchagunimcha shug'ullanardim. Tong sahar, havo top-toza, mazza qilib shug'ullanib kelib, keyin maktabga ketardim. U vaqtlarda yoshlar kosmonavt bo'lishni orzu qilardik. Onamga men katta bo'lganimda kosmonavt bo'lmoqchiman onajon deganman. Shunda onam kosmonavt O'rta Osiyodan chiqmagan bolam deganlar. Nimaga deganimda, O'rta Osiyoga 50 yildan beri deflatsiya degan zaharli kimyoviy modda sepiladi. Paxtalarni bargini to'kish uchun. Unaqangi kimyoviy moddalar sepilgan joydan 50 yilgacha kosmonavt chiqmas ekan deydilar. Faqat bitta qirg'izistonlik kosmonavt bor, lekin u ham Moskvada tug'ilib, Moskvada o'sgan bolam degandilar. Mana undan keyin yana 50 yildan beri hali ham deflatsiya sepilyapti. Hozirgi kunda yoshlarni yo'ldan ozdiruvchi, ularni bitta joyda o'tirib jaholat botqog'iga botiruvchi millionlab ilovalar ishlab chiqilgan. Ba'zi ota-onalar hattoki bunday ilovalar borligini bilishmaydi ham. Ko'pchilik ota-onalar farzandlariga eng qimmat, eng oxirgi rusumdagi telefon va planshetlarni olib bergan va bu planshetlarni, telefonlarni, bu uskunalarni ishlatish ixtiyorini farzandini o'ziga topshirib qo'ygan. Natijada farzandlar 8-10 soatlab mana shu qo'llaridagi uskunalarni ekraniga tikilib vaqtlarini o'tkazishyapti. Bu farzandlar virtual hayotda yashashyapti. Qo'llaridagi uskunalar ularga qanday hayot, qanaqa olamni ko'rsatayotgan bo'lsa, ular ana shu olamda yashashyapti. Ular faqatgina qorinlari ochqaganda va hojatga chiqqilari kelgandagina bu dunyoga, real dunyoga qaytishyapti. Ana o'shandagina ular hayot ekanliklari, yashayotganliklari, ular ham inson, odam ekanliklari, ular ham mana shu dunyoning bir qismi ekanliklari esiga tushib qolyapti. Shu vaqtda o'ylab qolaman. Ana shu vaqtda, "Hey bola, seni isming nima?" desa, "Hey qizim, seni isming nima?" desa, shular 5-10 soniya mobaynida ismlarini eslab aytisha olarmikin? Mana shu hozirgi yoshlarga qo'yilgan millionlab qopqonlarni tushunib, ongli ravishda tagiga yetgan yoshlar bor. Koreyadagi Sherali degan yigitni bilaman. Amerikadagi shogirdim, ukajonim Javohir Xolmurodovni bilaman. Pilot, uchuvchi. Ular ongli ravishda, "Ustoz, bu meni vaqtimni olar ekan, bu meni umrimni so'ndirar ekan, buni meni hayotim uchun umuman keragi yo'q ekan" deb ijtimoiy tarmoqlardan mutlaqo chiqib ketgan. Facebook bo'lsin, Instagram bo'lsin, TikTok bo'lsin va men bilgan bilmagan ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin, Telegramdan boshqa hammasidan chiqib ketishgan. Bular vaqtini qadrini bilgan insonlar. Ular hayotda maqsadni to'g'ri qo'ygan, oldilaridagi maqsad mo'ljal nimaligini bilib yetgan, tushunib yetgan insonlar. Mana shularni zamonamiz qahramonlari deyman men. Mana shular, mana shu yigit-qizlar kelajagimizni qurishadi. Chunki ular bugungi kunda real hayotda yashashyapti. Ular virtual, hayoliy dunyolarda yashashayotgani yo'q. Ular bugungi kunda o'zlarini ustlarida ishlab, o'zlarini rivojlantirishyapti. Kuniga 50 bet, 100 bet kitob, maqolalar o'qishyapti. O'zlarini rivojlantirish uchun har xil seminarlar, har xil kurslarga qatnashyapti. Qo'llaridagi telefonni lag'ivga ishlatishayotgani yo'q. Har xil ko'ngil xushligu, har xil vaqtni isrof qiladigan narsalarga ishlatishayotgani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarning hayotlarini muhokama qilishayotgani yo'q. O'ldirib ketibdi, yiqilib tushibdi, qara mana zo'r bo'pti-ya deb vaqtlarini isrof qilishayotgani yo'q. Bir so'z bilan aytganda, ular real hayotda, bu dunyoda yashashyapti. Mana shularni zamonamiz qahramonlari deyman.
Javohirjon 2012-yilda menga o'qishga, ingliz tilini kursimda o'qishga kelgan edi. Ana shunda orzusini aytgan edi. Men pilot bo'lmoqchiman. Dunyodagi eng katta yo'lovchi samolyotlarni haydamoqchiman ustoz, lekin bizda bunday kurslar yo'q degan edi. Men hozircha Singapurskiga kirib turing, inshaalloh kelajakda pilotlikka ham o'qirsiz degandim. Mana oradan 13 yil o'tdiki, hozirgi kunda u O'zbekistonga tayyor mutaxassis bo'lib yetib keldi. U hozirgi kunda Uzbekistan Airwaysga ishga kirgan. Hozirgi kunda Uzbekistan Airways O'zbekiston hukumati unga katta ishonch bildirib, uni katta o'qishlarga, Fransiya va Yevropa davlatlariga qimmat o'qishlarga yuboryapti. Million dollarlik kurslarga yuborishyapti. Malaka oshirish kurslariga yuborishyapti. Shogirdim O'zbekistonga kelgan kuni ustoz, uyimda mehmon bo'ling, iftor qilamiz birga. Men sizga hadyam bor dedi. Uyiga borganimda, u yoqda Amerikada, Kaliforniyada haydab yurgan mashinamni sotib kelayotganimda, ana shu nomerni sizga hadya qilishni niyat qiluvdim. Ana shu nomerni sizga olib keldim ustoz dedi. Ana shu vaqtda zamonamiz qahramonlari deb o'ylab yurgan rolikimda mana shu nomerni mashinamga taqqan holda bir inshaalloh rolik olaman deb niyat qilgan edim. Alloh u niyatimga ham erishtirdi. Alloh mana shunday mehribon zot, Alloh mana shunday qodir zot, chevar zot. Taqdirimizda biz nafaqat aytgan so'zlarimiz, aytgan orzularimiz, hattoki qalbimizdan o'tkazgan narsalarimizni ham bizni hayotimizga tatbiq qilib amalga oshirib beradi. Alloh amalga oshmaydigan narsani xayol qildirmas deydi. Alloh taolo omonatdor bo'lmagan bandasiga ne'mat bermas ekan. Alloh taolo bandasiga so'ragan narsasini yoki so'ramagan narsasini bo'lsa ham unga ne'mat qilib berar ekan va bandasini axloqini kuzatar ekan. Agar bandasi ana shu qo'liga kelgan ne'matdan keyin o'zidan ketib, oyog'i yerdan uzilib, axloqi buzilib, gunoh ma'siyatlarga botayotgan bo'lsa, bandasiga rahmi kelganidan, ana shu bandasini do'zaxga tushishini xohlamaganidan ana shu ne'matni bandasidan olib qo'yar ekan. Maqsad banda ana shu gunohlardan to'xtasin. Alloh mana shunday mehribon. Berishida ham mehribonlik, olishida ham mehribonlik. Lekin xuddi shunday ota-onalar ham farzandiga bir ne'matni olib beradigan bo'lishsa, undan keyin ular farzandlarini axloqlarini kuzatishlari kerak. Bir planshet bo'lsin, bir telefon bo'lsin yoki mashina bo'lsin yoki hattoki ularga qimmatbaho kiyimlar olib bergandan keyin farzandini yurish-turishi, gap so'zlari, axloq odoblarini kuzatishlari kerak. Agar ular o'zlaridan ketib qolishayotgan bo'lsa, qo'llaridagi mana shu uskuna-yu qo'llaridagi mana shu ne'matlar bilan o'zlaridan ketib, ota-onaga behurmatlik, ustozlarga behurmatlik, kattalarga behurmatlik qilishayotgan bo'lsa, o'zidan kichiklarga izzatsizlik qilishayotgan bo'lsa, unda u ne'matlarni olib qo'yish kerak. Aks holda bu farzandlar ertaga zalolatga ketib, ertaga bu farzandlarning holiga voy bo'ladi. Jamiyatga bir tiyinga qimmat bo'lgan insonlar bo'lib yetishadi. Alloh saqlasin bundan. Bugungi kunda o'tish davrida yashayapmiz. Zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Ota-onalar hisoblanmish eski avlod bugungi kundagi chiqqan uskuna-yu har xil ilovalarni xavflaridan ogoh emaslar. Natijada bugungi kundagi farzandlar qurbon berilyapti. Lekin bir umidim borki, bugungi kundagi mana shu qurbon berilgan farzandlar, har xil uskuna-yu har xil ilovalarni qurboniga aylangan farzandlar, ertaga kattarganlaridan keyin, mana shu o'zlarini qurbon berilganlarini tushunganlaridan keyin, bu ilovalarni xavfi qanchalik kuchli ekanligi, farzand tarbiyasida bu narsalar qanchalik yomon ekanligini tushunib yetgandan keyin, ular o'zlarini farzandlarini to'g'ri tarbiyalaydilar degan umiddaman. Biz ota-onalar farzandlarimizni noto'g'ri tarbiyalayotganligimiz, qo'llariga nihoyatda xavfli narsalarni berib qo'yayotganligimizni bilmay qoldik. Lekin umid qilamanki, mana shu qurbon berilgan avlod kelajakda o'z avlodlarini, o'z farzandlarini to'g'ri tarbiyalaydilar. Chunki bugungi kundagi yosh avlod mana shu xavflarni, mana shu zararlarni o'zlarini tanalarida sinab ko'rishyapti. Mana shu ilovalarni, yomonliklarini o'zlarini umrlarida sinab ko'rishyapti.
va buning oqibatida esa kelajakda katta bo'lib, ular o'zlarini ongli ravishda boshqaradigan darajaga kelganda, o'zlari ham farzandli bo'lganlarida bunday xavfli narsalarni farzandlarining qo'llariga topshirmaydilar degan umiddaman. Lekin bugungi kundagi farzandini xavfdan saqlab qola olmayotgan avlod, ota-onalar nomidan men kelajak avlod uchun kechirim so'rayman. Kelajak avlod, bizni kechiringlar. Biz sizlarni, bizni ota-onalarimiz bizni tarbiyalaganchalik tarbiyalay olmadik. To'g'ri, bizni ota-onalarimiz o'zlarini ota-onalari qanday tarbiyalagan bo'lsa, bizni ham shunday tarbiyalashdi va adashishmadi. Lekin bu tarbiya 100 yillardan beri o'zgarmagan davr va zamonlar uchun edi. Meni 5-bobom Umrullo bobom o'zini otasidan olgan tarbiyani o'g'li Aziz bobomga berdi, o'xshadi. Aziz bobom otasidan olgan tarbiyani o'g'li Sadullo bobomga berdi, o'xshadi. Sadullo bobom otasidan olgan 1000 yillik an'analarga asoslangan tarbiyani hech narsasini o'zgartirmasdan meni otam Shodiboy boboga berdi, o'xshadi. Meni otam Shodiboy bobo o'zini otasidan olgan tarbiyani menga, ya'ni Ilhom boboga berdi, o'xshadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, menga o'xshagan Ilhom bobolar otalaridan olgan tarbiyani o'z farzandlariga bergandi, o'xshamadi. Sizlar tug'ilishingiz vaqtiga kelib zamon shiddat bilan o'zgarib boshladi. Har kuni yangidan yangi uskunalar, yangidan yangi ilovalar kirib keldi hayotimizga. Biz ota-onalar ham o'z ota-onalarimizdan ko'rgan tarbiyamizni sizlarga tatbiq qilmoqchi bo'lgandik, o'xshamadi. Ko'p narsalar o'zgarganini, eski metod yangi zamonga to'g'ri kelmay qolganini kech angladik. Natijada biz sizlarni boy berdik. Lekin shunday bo'lsa ham hali ham umid bor. Sizlarning orangizdan ham real hayotda yashayotganlar bor. Zamonamiz qahramonlari bor. Virtual hayotdan real hayotni afzal ko'rayotgan, bunga ongli ravishda qaror qilayotganlar bor. Hech bo'lmasa virtual hayotni yaxshi tomonlardan foydalanib, yomon tomonlardan o'zlarini cheklayotganlar bor. Mana shular kelajakda sizning zamoningizda paydo bo'ladigan muammolarga yechim topishadi. Ana shu vaqtda, mana shu hozirgi kunda real hayotda yashayotgan yoshlar, zamonamiz qahramonlari kelajakda liderlar bo'lib yetishadi. Kelajakdagi jamiyatda kelib chiqadigan har xil muammo-yu, har xil masalalarga yechim topishadi degan umidim bor. Sizlar bizni kechiringlar. Biz o'z davrimizni o'z vaqtida anglab yetmadik. Kelajak juda tez kelib qoldi. Biz esa allaqachon 100 yil keyingi davrda yashayotganimizni kech tushunib yetdik.